Xitoyning atalmış Milletler İttifaqlığı Kanuni xalqarada küçülük g'ulg'uli qo'zg'adi. Qadrli ko'rganlarimiz, numussiz tajovuzchi Xitoyninki bu qatim bu yig'inda Xitoyning 14-navbatlik mamlakatlar xalq qurultiyi, Xitoy xalq qurultiyi 4-yig'inda dunyoga ko'rsatgan bu ko'rinishlar bütün dünyadan ait küçülük g'ulg'uli qo'zg'adi. Hozirgacha to'xtamay mayli xalqaro axborotlarda bo'lsin, mayli shu chet eldagi faoliyat qilayotgan nurg'un kishilik huquq tashkilotlari, hatto Sharq Turkiston tashkilotlari hammasi bu yerda tilga ilingan bu atalmış qonunga jiddiy kuchli shaklda inkas bildiryapti. Bunu sizlar yana shu o'zining qilayotgan jinoyatlarini qonunlashtirish uchun cho'ng bir qadam tashlaganligini ko'ryapmiz bu holatlardan. Shu ko'rinishlarning Xitoy rejimi bir necha kun ilgari atalmış Milletler İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonunini tasdiqlagandan keyin xalqaro jamiyatda kuchlik g'ulg'uli qo'zg'adi. Dunyodagi butkul nufuzli taratqular bu haqda bas-basda xabar e'lon qilganda sirt inson huquqlari tashkilotlari, siyosiyonlar, faoliyatchilar buningga kuchlik inkas qaytirdi. Chunki Xitoyning qilayotgan jinoyatlarini bugun yani uçar qushlardan tatib bilib bo'ldi desak aşırıtken bo'lmaymiz. Shunda bir kayfiyat turayotgan vaqtida buni sizlar yani qilchilik inson tabiati qolmaganligi uchun buni 360 gradus o'riblam bunda sunalaydi dunyoga. Oldin qapda boshlanib bu hafta oyoqlashgan Xitoyning 14-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyi 4-yig'inda assimilyatsiya va bostirishni texnik kuchaytirish maqsad qilingan atalmış Milletler İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonuni o'ttirib qo'yilib 12 mart rasmiy ma'qullangan. Analizchilar mazkur qonunning asosliq Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarni nishonlaganligini ta'kidlayotgan bo'lib, bir necha kundan buyon BBC, Reuters agentligi, Birlashma xabar agentligi, Fransiya agentligi, Muhofazachi gazeti, Germaniya ovozi qatorliq xalqarodagi nufuzli axborot organlarida muhim kun tartibga aylandi. Çünkü bir yerde asaslı Xitoy to'xtamay 56 millet obudayotgan bilan ularning ko'pinchisini allaburun Xitoy jamiyatining ichiga, Xitoy millatining ichiga assimilyatsiya qilib singdirib bo'ldi yani. Uning mavjudiyatimi qolmadi. Asosliq mesela Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul bir qismi deb Xitoyning ichida qolgan. Yani Xitoy bilan tirikishayotgan, o'zini saqlab qolish uchun tirishayotgan milletler bu hamdi. Bununla merkezleşkenliği aniqda bu atalmış kanunninki. Atalmış Milletler İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonunida Xitoychidan boshqa tillarning o'rnini texmo tövelletish, Xitoychini to'liq umumlashtirish, Xitoylarni boshqa millatlar bilan to'y qilishga rag'batlantirish, millatlar aro to'y qilishga qarshi har qanday harakatni qattiq cheklash, Milletler İttifaqlığı buzg'unchilik qilish deb qaralgan har qanday ish harakatlarni cheklash, atalmış qaloq o'rib odatlarni o'zgartirish qatorliqlar ta'kidlangan. Numussiz tajovuzchilar sen bunu amaliyotda mayli Sharq Turkistonda bo'lsin, Tibetda bo'lsin, hamma yerda amaliyotda ijro qilyapsa buni. Yillardan buyon nurg'un dokumentlarda xalqimizning ko'ringan shu nurg'un ko'rinishlardimi, bichora xalqimizning qandaq ig'ir xo'rlanayotganligini yillardan buyon ko'rib kelyapmiz. Buni hozir qonuniy asosga qonun bilan texnik kuchaytirib, manda safsatni o'tirib qo'yib, numussizlarcha texnik kuchlik assimilyatsiya qilish qadamini oldi Xitoy. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissarı işxonasi bo'lsa 12 mart bu qonun ma'qullandi. 13 mart eksi hesabidagi yozmasida Ali Komissar Volker Türk'ning Xitoy xalq qurultiyida ma'qullangan atalmış Milletler İttifaqlığı qonunidan andishi qilayotganligini, chunki uningda assimilyatsiya siyosatini qonuniy shaklda kuchaytirish xavfi borligini, asonliq millatlar tilidagi ma'arifni va din, madaniyat erkinligini cheklaydiganligini bildirdi. Amerika Avam Palatasining Xitoy ishlari alohida komiteti o'xshash kunda ifoda bildirib, Xitoy o'tirg'i chiqargan atalmış Milletler İttifaqlığı qonunining amaliyotda kunsiri kuchayotgan 1984 romanidagi Orwellchi Xitoylashtirish harakatining bir niqobi ekanligini ta'kidladi. Amerika Avam Palatasi Xitoy ishlari alohida komiteti.
Ya bunun başka bir şekilde ifadelenişi mümkün emas ki yani. Oylap bakaylı. Ve bunu dünyaya numussuz Xitayning bütün muşu yallanma tor ijtimoiy uçur vasıtırdaki Xitayning yallanmalarının hem bahirligen uçurları qarab bakıdan bolsa, G'arib degan muşunda milletlarni assimilya qilib, G'aribni bunda G'arib mi qilinmagan ishni qilyapmiz deb numussuzlarcha buni tashviqot qilyapti. Ko'rdingmi Xitoy degan mandaq o'rnak. Har xil shu farpur kiyimlarni bu yig'inda tunishtirdik, teatr o'ynadi Xitoy hamda. Her milletine özüne kiyim aldına yasap tayyorlangan kiyimlerdi. Muşunda erkinlik verip hemmesi özünün milletini saklap gelip Xitoydek muşunda çoğun mıgmıg iştinin kurtudek milletinin içinde mala asimilya bulup ketmey özünün muşunda milli kültürünü, medeniyetini saklap mıyla yaşayatıdı. Xitoy muşlar mıyla erkinlik veriyordu. Numussuzlarca tiyatro oynadı. Hatta kurultayga katnaşkan vekillerinin bazısını halkaralık muhbirler so'rabdiki masalan Xitoyning mazliqini oshkorlab qo'ygan ifodalar bor hamda zanglik qilgandek bilmay amaliyot hech bir zaman kiyolmayman na xizmatimda na turmushimda hamma shundan zo'rlab kiygizib qo'ydi buni degan ifodalar bor. Xitoy bu qonunni ma'qullashdan ilgari Sharq Turkistonda Xitoychadan boshqa til yoziqni cheklash xuddi yangidan yo'l qo'ygan qarab boshlang'ich gaslidagi bolalarimizni o'zining tilida okuyamaydı, ne sözleyemaydı. Bu til yoziqni cheklash o'smirlarni ailesidan ayırıp mecburi assimilyatsiya qilib Xitoylashtirish, Uyg'ur qiz ayollarni Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash, Uyg'urlarning an'anaviy urf-odatlarini, diniy e'tiqodini umumyuzlik cheklash qatorliq jinoyatlarni yillardan buyon qattiq ijro qilib kelayotganligini hammamiz bilamiz. Dunyo biladi buni. Növbetde bu cinayetlerge resmi yusunda kanuni niqab kiydirilishi xalqaraning alohida diqqatini qo'zg'amoqda qadrli ko'rmalarimiz. Bu nefis bu Xitoyninki bu yig'inda olgan qonunlashtirgan bu qonuni haqida strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat o'tkazamiz qadrli ko'rmalarimiz. Agar doktor kirgan bo'lsa suhbatimizni boshlasak. Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Doktor aldı bilen köptün köp rahmet etimiz ziyaretimizi kabul kılganlığınız için. Sizlerning davetinglar uchun men ko'p rahmat aytaman. Köp rahmet. Doktor hamda aldı bilen bu şu Xitoyninki bu qitimliq 14-nji nöbetlik 4-nji umumiy yig'inida yillardan buyon Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkiston, Tibet yani bu yerlerde to'xtovsiz ijro qilayotgan jinoyatlarni rasmiy qonuniy asosga ega qilgan shaklda bu 12 mart atalmış Milletler İttifaqlığı taraqqiyotini ilgari surish qonuni degan bu nimaning ostida ma'qullagan bo'ldi. Albatta bu xabar chiqishi hamon butun dunyodagi nufuzli axborotlar buningga bo'lgan inkosini kishilik huquq jamiyatlari, inson haqlari jamiyatlari hammasi bunu bo'lgan andisini bildirdi hamda. Xitoyning amaliyotda qilayotgan jinoyatlar dunyoga mashhur bo'lganligi uchun. Aldı bilan mush qatimqi yig'indagi ko'rinishlar ham bu qonunning ichida tilga olingan bu safsatalar bular haqida bir fikringizni olgan bo'lsak. Bu da yig'in hamda asosan shu Xi Jinpingningki Xitoyni texnik kuchlantirman, jonlantirman deb iqtisod jihatdan bo'libmi texnologiya jihatda bir ahamiyat bergan bir 15 yıllık planını ötküzüş hem de bu Xi Jinping'in yüzündeki bir hizmeti de gözetmekçi. Hem de bu yerde mavu 4. qitim yani reislikке sayılış için bir tayarlık yığınma hesap kılıp oldu. Yani bir yığında oma inik buludu. Eğer de şu yüzündeki izbasarını tanlamagan olsa demek ki özü şu kiler yıldaki 4. qitim reislikке yani yüzüne orun koyduğandek turdu hazır qarğan çağda. İkinci bir muhim iş olsa hazır siz degandek şu Milli İttifak Taraqqiyot qildirish kanunu. Bu kanun aslında 2023'lerde 11. aylarda bunu tilga ilişki başlagan şunda bir kanunu oturup koymasak olmaydı da. Buna başta şu nimeler tadqiqotchilar, şu nime ma'lumlar, maktabdagi ma'lumlar
tilga algan. Ondan keyin bu 2024'ten itibaren bunu cık tilga ilişki başladı. 2025'te bulupma şu Xitay'nınki siyasi büro azasının yığınıda Xi Jinping bivas şu kanununa çokum çıkış lazım degenden keyin bunu tizleştirishga başladı. Hem de bu Xitay Milli İşleri Komitesi deymiz ғой, Mingwei deydi ya. Xo'sh. Hem de bu nime halk kurultayı daimi azalığı bunu tizleştirishga tirishdi. Bu kanunun çıkışınınki bir arka görünüş yani oturgu deyilmeyen görünüş hem şu 2018-2022 gece Şarkı Türkistan Uygur meselesi halkarada qattiq tonulup bilinip ketdi. Ve Xitayning Şarkı Türkistan'da ilip bağlan bu zulümne, bu insaniyetke karşı cinayet ve ırkı kırgıncılık siyasetini ilip bağdı degan kulasa yaki bu iniqlashni mı koydu. Xitay bunundan pek bir aram oldu. Çünkü Xitay'nınki inovati, obrazı hemmisi bozuldu. Şunu bu Uygurlarga karta ilip bağlan bu lager siyaseti yani Uygurlarnınki sarxillarını pakizlap yok tutish siyasetini bir yergacha bir g'alb qilalı demdi. Çünkü hem köpü türmede hazır bu Uygurlarning sarxillari. Hazır qilib qolgan bunda o'rta sinf bundaqlar ularni hamda hozirgi ilib borgan siyosatdek bu xitoylashtirish, Xitoy kimlikni tengish, din jadal jihatda bularni ojizlashtirish, buni hamda qonun xohlagancha bisim ishlatgan vaqtida chet elda yine inkazlar kelmasin deb buni qonunlashtirishga tirishyotdi. Ama qonunlashtirgan vaqtida birincisi Xitoyninki asas qonunga xilof bo'lmaslik lozim. İkincisi bu otonom rayon kanunuga xilof bo'lmasi lozim. Ama Xitoy shundoq diqqat qilgan taqdirdami, mayli asas qonunninki ba'zi moddalari bor. Misolga diniy erkinlik 36-moddada. Bununla xilof ibodalar bor hozirgi bu Milliy ittifoq taraqqiy qildirish qonunida. Hamda bu til misolga bu otonom rayonlardaki halk o'ziniki tilini ishlatalaydi. Hatto o'zining tili bilan arz qilalaydi, sotda o'zining tili bilan javob beralaydi. Bo'lsa shu yerlik xalqni o'qiyalaydigan tili bilan faoliyat qiladigan deydigan gaplar bor. Bunda bir gap yo'q. Hammanglar putunga o'rganisizlar, hammanglar davlat tilini o'rganisizlar deb. Devlet tili deyotgan devlet Xitoy tilidir. Devlet deyotgan Xitoyning devletidir. Shuningga bu devlet tili Xitoycha bo'lg'achqa san xalqlar Xitoycha o'rganisizlar deb, o chiroyli gapni devlet tili deb chiroyli bir gapni deb aslında bu xalqni assimila qilishninki bir qonunlashtirish. Bu yerda ma'rif jihatdan nima kimlik jihatdan yani Cumhuriyet milleti degan kimlik jihatda hamma jihatda bir bisim bor, bir majburiyat bor. Bu qonun ichki bir qonun, yani Xitoyning ichida ishlaydigan bir qonun, o yetmagandek chegaradan atlab chet elda mushundaq Xitoyningki Milliy ittifoqni amallashtirish va bunga qarshi chiqqanlarga jazo berish davdi. Ya'ni qo'lini chet elga uzityotdi-da. Chunki ichki qonunlar chet elda ishlamaydi. Chet elda xalqaro qonunlar ishlaydi. Hamma davlatning ichki qonuni bor. Xitoy bu ichki qonun bilan chet eldagi bu Uyg'urlarlar emas, hamda Tibetlar, Mo'ng'ullar, boshqa millatlarga bisim ishlatalaydigan bir qonuniy asbobni tayyor qilib olgan gap. Bu 2023'dan 2026'gacha müzakere qilish bosqichi bilan 3 qitim müzakere talash tartishninki oxirisida mujna bir qonunni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh. Doktor haqiqatan deganingizda hamda siz abay tilg'ilib o'tgandek masalan bu yangi chiqqan ma'qullangan bu qonun Xitoyning o'zining davlat qonuniga va bu atalmış avtonom rayondagi ichki qonunga xilof bo'lmasligi kerak
dediniz ham. Bu tilga ilingan masalan ki bu qadimgi qonunning ichi tilga ilingan so'zlar masalan başqa tillarning o'rnini texmi tövəlletiş Xitoychadan başqa tillarniki. Xitoychani to'liq umumlashtirish, Xitoylarni boshqa millatlar bilan to'y qilishga rag'batlantirish, millatlar aro to'y qilishga qarshi har qanday harakatni qattiq cheklash, millatlar ittifoqligi buzg'unchilik qilish deb qaralgan har qanday harakatlarni cheklash, atalmış qaloq o'rib odatlarni o'zgartish qatorliqlar ta'kidlangan hamdi. Bu ameliyatda siz tilga aldınız mesela. Bizim yasli ballardan tatip bu yıllardan beri devatımız. Vatanimizde özünün ana tilini yasliden başlap mahrum koyuyordu. Mektepte küçük ballarımı öz ara otursa ameliyatda o şu Abdum Rayun atalmış kanunun içinde bu dep diyende kağızdan üstüde kanunlar boğan bilen yıllardan beri hiç kaysi icra kılınmagan kanunlardı bu hamdi. Ama bunun üstüge tekimmek kelip hatta şu elan kılınan deken Xitoyning tor işleri nurgun ictimai paylaşkan narsalar qarasanız bu şu dünya mağlup bolgan müşunda köp milletni Xitoydan başqa kişiler bular bir erkinlik bermeydi dünyada. Dünyada mazlum zulüm çekip atkan milletlerinin suratları bilen Şarkı Türkistan'daki uslu oynayatkan insanların suratlarını bildi çıkarıp hatta şu Tibet tilini hatta Tibetliler emas Tibet'nin baldırı Xitoylarmı ögündü Xitoy'un baldırıp şu videolar diyen toxtumay hem berlep pulusunu çıkarıp pulun üstündeki Uygurca, Tibetçi xatlarını qarab baqa bizim devletinin pulumuzdan muşunda milletlerin muşunda erkenin muşlağı hürmettin biz muşunda kılıvatımız dünyada bunun misali var mı dep Xitoy bunu ictimai fikir vasıtalardan eksik okşaş yerde hem berlep u yer nurgun insanlarını qaymoqtirib ötüşü mümkün. Muşunda cinayetlerini işlevatu demdi. Bunun närini dünyaya sata alaydı demdi bu sefsetilerninki. Hem de bu xalqaro qonunda bir igilik huquqi bo'lgan, toprak bütünlüğü ve hakimiyeti mümkün bo'lgan bir devletinin ichida bu milliy bölgünçülük yoki bölüp chiqish to'g'ri bo'lmaydi deb ko'radigan bir nima bor. Qonun bor. Hem de dunyomi shuni qabul qildi. Fakat bir narsani aniqlashtirish lozim. Sharq Turkiston, Tibet, Mo'g'uliston bular Xitoyning besib olgan yerlar. Yani aslında ularning emas aslında. Ama hozir tarihten beri şu Xitoy hakimiyetinki bir parça bir bütünninki parçasıdek anlatışga tirişiyotidu. Yani bu xalqaro qonundan bir oyun uslubuyla onundan foydalanishga tirişiyotidu. Shuningga bu Xitoydan boshqa millatlar o'zininki zemin va to'proqlarini Xitoy besib olganligini, xalqni mustamlika holiga kelganligini va her cihətdən dini, etiqadı, örf, adet, tarix, özününki şu millətini köstüdüğən, şu kimlikni köstüdüğən bütün amillərini yoxutuşqa tirişiyatqanlığını mı oturğa qoyuş lazım da. Misalıqa deylə otonomiya qanununda 9. maddəsində şu bölgünçülərə karşı çıkış ve milletlerge ayrımcılık kılışka karşı çıkış deydi. Aslında Xitoy milleti burundan da tarihten beri xalqlarga ayrımcılık kılıdı. Ama deydi ben karşı çıkıvatımen deydi ayrımcılıkka. Ama şundaqla bölgünçülükке mi karşı çıkıvatımen. Bu madde o Milli İttifak Terakkiyat Kıldırışı Kanunu'ndaki 5. ve 6. maddesini gepler. Bu gepler chet elliklar o'qisa, milli devlet deymiz bu, ulus devletninki bu ramkasidan qaraydigan bo'lsak, Xitoy bu yerda to'g'ri deyotidi. Ama biz bu meselenin arka planını, arka görünüşünü ve ötmüşünü qaraydigan bo'lsak, bu yer işgal qilinib, onundan kim men sizlarga milli bölgünçülükni qilg'izmayman. Men sizlarni Xitoyga qarshi bir ayrımcılık kıldıgan, kemsitish kıldıgan, men qilg'izmayman deyotidi. Yani bu bir zo'ravonlik. Yani men hem seni besib olaman, hem seni bo'zaq qilaman, hem seni sömürmen, hem qiynayman, ama sen bizninki chiqargan qonunga qarag'an chog'da sen bizga qarshi chiqolmaysan degan gap. Bu qonunni chiqargan chog'da Şark Türkistanlıklar
Mavu nime Tibetler, Mongollar, o bu 55 millet var deydi Xitaylar. Bu 55 milletten so'rab mı? Shu milletlerden birden ovoz mı? Hech nima qilmadi. Boya men degandek, asosan shu xalq qurultayının daimi komitetiningki chiqargan narsa. Bu nima shu Shi Jinpingningki bir buyrug'i bilan o'tirib chiqargan narsa. Qonun degan narsa xalqningki ovozini, vijdonini ep turib, uningga qarab xalq qurultaydagi vakillar undan keyin buni tuzab chiqadi. Hozir bu xalqdan so'rmaylar, yuqori tarafdanla belgilayotdi-da. Men bunda bir qonun belgiledim. Sen nima desang da, nima haqqingni desang da qilolmaysa, agar qilman desam, men qonun bilan jazolayman degan gap. Misolga o'z vaqtida 1912'de bu Manchurlar hakimiyetni o'tkazibdi. Bu Yuanshkayga o'tkazibdi. Yuanshkay bir hakimiyet kurdu. Yuanshkay hakimiyetni meşruiyet deymiz-ku, qonuniy holiga ekilish uchun saylam qilish lozim. Qonun chiqarmoq lozim. Ama o chiqargan qonunlar Sharq Turkistonlik Tibetdan ya da Mo'g'ulistondan boshqa millatdan so'rab boqmadi. Hamda misolga Sharq Turkistonning vakili bor deydi. 2 tane Xitoy bor. Birisi shu Nanchinda kesal bo'lib yashab yurgan bir Xitoy, birinchi hukumatining bir Xitoy. O 2 Xitoy Sharq Turkistonliklarni temsil qilmaydi, chunki u vaqtda Xitoyning nufuzi bütün Sharq Turkistonda %4 ve %5. %5, %95 halkını temsil kılamaydı. Yani benim demekçi boğunum, haksızlıklar yaman köp ama Xitay bir çıkırvagan bir kanun bile seni özüge bağlavadıdı. Yani ben çıkardım, sizler bizim kılamayızlar. Mağıtım ki kanunuma aşna çıktı. Misalga 1955'te otonomiya kanununu çıkargan buldu. Nime? Otonomiya tüzümüne oturup çıkargan buldu. Ama 84'lerde ondan keyin kanun çıktı. Şuna ama yani 1955'ten 84'gacha kanunsuz başkurdu degan gap Sharq Turkistonda. Yani asas kanunga xilaf, bu kanunga xilaf, Xitoy buni bütün kanunlarga xilaf qilib turib Sharq Turkistonni boshqaryotdi. Maqsad siyoset uchun xizmat qilish, Kommunist partiya rejimiga xizmat qildirish. Yani Shi Jinpingningki kalasida o'ylagan o Xitoy tuzumiga xizmat qildirish. Ama nima bedeli bilan Sharq Turkistonliklarning xitoylashtirish ve topraklarını Xitoyga qaytitish bedeli bilan buni ilib beryotdi deb tushunsak bo'ldi. Xo'sh.